Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Tojikiston patentimizdan chiqqan qoramol salituri. Necha yoshsiz? 40 yoshman. 40 yosh. Bizdan qayerda ko'rib keldingiz? Shu TikTokdan ko'rdim, videolarni ko'rib keldim. Oho. Ko'ryapsiz? Ko'rdim. Bu asosan hazm qilish a'zolarida muammolar keltirib chiqaradi. Qorindan bo'lishi, sanchiqlarda muammolar bo'ladi, sanchiqlar bo'ladi ko'pincha. Vitamin yetishmasligi, anemiya holatlari, allergiyaga moyillik, doimiy tanada toshmalar paydo bo'lishi, sababsiz ozib ketish holatlari kuzatiladi. Bemorimizdan xuddi shunaqa doimiy allergiya, sababsiz toshmalar sababli bizning klinikamizga murojaat qilganlar. Mana bugun ko'rib turibsizlar chiqqan tahlilimiz natijasi.